Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xo'p, mebellarga fasadlardi astar sepish jarayoni hozir bir qator barerdan chiqdi. Endi astarga tayyorlanib, hozir astar sepishga tayyor holatda. Xudo xolasa, astar sepilgandan keyin ham bir qator video qilib o'taman. Chiroyli qilib sepamiz. Mana fasadlarimizni astarlarni ham sepib tugatdik. Bundan keyin yana bir qator yengil jilurlanadi, keyin kraskalak sepiladi. Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Ancha ko'rinib qoldi, ishlar ham chiroyli chiqyapti. Sifatlari yaxshi chiqyapti. Rangi oq bo'lmaydi, boshqacharoq svet bo'ladi. Svetini endi podbor qilib chiqarib kelinadi. Oxirida bitganda bir qator chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Kanalimizni kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'lishingizni chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.